Tadbirkorlik faoliyatida shaffoflik juda muhim, ammo ba'zan ayrim soha vakillari soliqlardan qochish uchun soyada ishlashga harakat qiladi. Bu esa yashirin iqtisodiyotni yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Xufiyona iqtisodiyot bu davlat va jamiyat rivojiga to'siq qo'yuvchi katta muammodir. Soliqdan qochish, mehnat shartnomasiz ishchi yollash yoki noqonuniy savdo buning asosiy ko'rinishlari hisoblanadi. Do'konga kirganimizda albatta olgan narsamiz chekini olish. Bu ham bizni bitta qo'shayotgan hissamizda. Yashirin iqtisodiyot deganda nima tushunasizlar? Tadbirkorlar noqonuniy savdo sotisini Do'konga kirganimizda chek bermasligi, bu ham yashirin iqtisodiyot. Yashirin iqtisodiyot sohalari ko'p, masalan, soliqlardan qochish yashirin iqtisodiyot. Noqonuniy tadbirkorlikda endi shu. Tadbirkorliklarda haligi soliqdan qochib bekitish bo'lgan faoliyatlarni yashirin soliq deb tushunaman. Yashirin iqtisodiyot deganda bu chek bermaslikni tushunaman. Tadbirkorlikni qonuniy olib bormaslik, ishchilar sonini kam ko'rsatish yoki soliqlardan qochish. Mana shu yashirin iqtisodiyotning kundalik hayotimizga qanday ta'siri bor? davlatimiz siyosatiga, iqtisodiyotiga zarar ketsa kerak menimcha. Qanaqadir tovarlar kirganda ham, bu ham yashirin iqtisodiyot, keyin bu ham davlatga katta ziyon keltiradi. Salbiy oqibatlari bu davlat hisobiga o'z vaqtida pul tushmasligi. Albatta katta ta'siri bor. Bu birinchi o'rinda korrupsiyani keltirib chiqaradi. Ko'pchilik nimalarni olishiga iqtisodiyotimizga katta zarar keltiradi. Qilayotganlarga yaxshi, shuni qilayotgan insonlarga yaxshi. Jamiyat uchun ziyon. Uni alomatlari pensiya olmaslik, stipendiya olmaslik shularga keladi. Xo'p, yashirin iqtisodiyotni oldini olish uchun siz qanday hissa qo'shyapsiz? Do'konga kirganimizda albatta olgan narsamiz chekini olish. Bu ham bizni bitta qo'shayotgan hissamizda. O'zim tadbirkorman, soliqlarni o'z vaqtida to'layman. Onlayn nazorat chekini o'z vaqtida beraman. Soliqni o'z vaqtida to'layman. Xaridorlarga chekni beraman. Ishchilarni yashirmayman. Bu soliq cheklarni talab qilyapmiz. Bu birinchidan, ikkinchidan kommunal to'lov, boshqa to'lovlarni o'z vaqtida to'lashga o'zimizning hissamizni qo'shib berdik. Budjetlar shu to'langan soliqlar hisobidan amalga oshiriladi. Albatta bu bilan bizni, masalan, men pensionerman, pensionerlarga, boshqalarga albatta bularning hissasi katta bo'ladi. Yashirin iqtisodiyot, men doim chek talab qilib olaman. Tadbirkorlardan chek talab qilib olaman. Avtobuslardan chek talab qilaman. Qayerda bo'lsam, обязательно chek so'rayman ma'lum. Har birimiz iqtisodiy hayotimizda halollikni qo'llab-quvvatlasak, yashirin iqtisodiyotni kamaytirishga hissa qo'shamiz. Bu faqat davlat yoki tadbirkorlarning emas, balki har bir fuqaroning vazifasidir. Adolatli va ochiq iqtisodiyot barchamiz uchun farovonlik kaliti.